Yanvar oyi pensiyasi qachon to'lanadi? Pensiya jamg'armasi javob berdi. Pensiya oluvchi fuqarolar darhol ogoh bo'ling. Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Videolarimiz kengroq tarqalishi uchun video ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Pensiya jamg'armasi yanvar oyi pensiya to'lovlari bo'yicha fuqarolarni qiziqtirayotgan savollarga izoh berdi. Avvaldagi tartibga ko'ra, pensiya mablag'lari har oy bank plastik kartalari orqali oluvchilarga oyning 5-sanasiga qadar o'tkazib beriladi. Pensiyani naqd shaklda oluvchi fuqarolarga esa to'lovlar har oyning 4-dan 27-sanalari oralig'ida yetkazib beriladi. Ma'lumki, joriy yilning 31-dekabrdan 4-yanvargacha bo'lgan kunlar Yangi yil bayrami munosabati bilan dam olish kunlari etib belgilangan. Shu sababli yanvar oyi pensiyalarining to'lanish muddati bo'yicha savollar yuzaga kelgan. Pensiya jamg'armasining ma'lum qilishicha, pensiya to'lovlari har yili tasdiqlangan O'zbekiston Respublikasining davlat budjeti to'g'risidagi qonun asosida moliyalashtiriladi. 2026-yil uchun O'zbekiston Respublikasining davlat budjeti to'g'risidagi qonun bilan pensiya jamg'armasining 2026-yil uchun xarajatlari tasdiqlangan. Shundan kelib chiqib, yanvar oyi uchun pensiya to'lovlari bank plastik kartalari orqali oluvchi fuqarolarga 2026-yil 5-yanvardan boshlab yuklab berilishi ma'lum qilindi. Shu kundan boshlab pensiya jamg'armasi tomonidan pensiya yetkazib beruvchi tashkilotlarga ham mablag'lar moliyalashtiriladi. Naqd shaklda pensiya oluvchi fuqarolarga esa yanvar oyi pensiyalari 2026-yil 5-yanvardan 27-yanvargacha Xalq bankining sayyor kassalari tomonidan tasdiqlangan kundalik grafik asosida mahalla fuqarolar yig'inlari orqali yoki fuqarolarning yashash manziliga yetkazib beriladi, deyiladi xabarda.